Siz qiz bola nomerini oldingiz va undan keyin qilish kerak bo'lgan 3 ta harakatni ushbu videoda gaplashamiz. Birinchi qilish kerak bo'lgan narsa bu qiz bolaga tinmasdan yozib tashlamanglar. Bitta yozib ko'ringlar, agar javob bermayotgan bo'lsa, 1-2 haftadan keyin yana yozib ko'ringlar. Agar shunda ham javob bermasa, menda bitta zo'r qoida bor. Hozir aytaman. Sizlar uchun flomaster bilan qog'ozni ham tayyorlab qo'ydim. DO qoidasi. Damini oson. Lekin shunaqa momentlar ham bo'lishi mumkin, aynan sizlar kontrol qila olmaydigan внешний faktorlar ham bo'lishi mumkin. Uni настроенияsi bo'lmasligi mumkin yokida qanaqadir bolani yaxshi ko'rib qo'ygan bo'lishi mumkin, yokida kuchiga o'lib qo'ygan bo'lishi mumkin, dodasi o'lib qo'ygan bo'lishi mumkin, xudo ko'rsatmasin. Естественно, настроенияsi bo'lmagandan keyin yokida hayotida qanaqadir problema bo'layotgandan keyin sizlarga javob bermaydi. Shunaqa momentlarda sizlar o'zingizlarni aybdorlamanglar. Может быть, sizlar hamma narsani idealni qilgansizlar. Prosta qiz bolaga не то moment yozganinglarga va kerak emas, настроенияsi bo'lmagan payt yozganinglar uchun javob bermagan bo'lishi mumkin. Gap sizlarda emas, gap uni vaziyatida. Lekin shunaqa debil bolalar bor, konkretniy, iltimos unaqa bo'lmanglar. Qiz bolaga yig'lab yozadi. Menga nomeringni beruvdinglar, nega javob bermayapsan? Bunaqa jinni bo'lmanglar, iltimos. Bunaqa tuppoy ishlarni qilmanglar. Yozmayaptimi bo'ldi. Yozmasa yozmasin, bitta qoida. DO bo'ldi. Amino. Bitta emas dunyoda qiz. Qizlar tiqilib yotibdi. To'g'ri qizni o'zingizlarni hurmat qiladigan qizni topinglar. Xo'p, ikkinchi moment. Qiz bolaga iloji boricha faqat kechqurun yozinglar. Nomerini oldinglarmi? Faqat kechqurun yozinglar. Nima sababdan? Kunduz kuni u dugonalar bilan yurishi mumkin, ish bo'yicha yurishi mumkin va ishi bilan yurganda, dugonalar bilan yurganda u boshqa narsani o'ylamaydi. U erkak kishilar bitta ish qilib turib ikkinchi narsa to'g'risida o'ylashi mumkin, lekin qiz bolalar unaqa emas. O'shanga iloji boricha kechqurun yozinglar. Sabab, uyga kelgandan keyin komfortniy zonada o'tirganda, divanida, qanaqadir serialni ko'rib o'tirganda yozsanglar, imенно ideal moment bo'ladi. Qiz bola o'sha moment javob bergisi keladi. Ertalab kunduz kuni unga yozadigan bo'lsanglar, u band bo'lsa, ignorga qolib ketishinglarning ehtimoli katta. Umuman aytishinglar mumkin, va kunduz kuni nomerini olgan bo'lsam, kechqurungacha o'yozmasdan o'tiramanmi deb. Iltimos unaqa dalbayashir bo'lmanglar. Prosta olasizlar, telefonida yozasizlar kunduz kuni. Privet, bu menman. U ham, "O, privet, nima gap?" Sen yozasan, "Zo'r. Ozgina ishim bordi, ishimni qilib olay, keyin yozaveraman." Bo'ldi, shu bilan yozsizlar. Ham aytinglar, bittasini oldiga borib, boshini chaqib kelishim kerak deysizlarmi? Farqi yo'q, ishimni bitirib kelishim kerak deysizlarmi? No, aytinglar, ishim bor, kechqurunmasdan yozaveraman. Bo'ldi, ideal, cho'tka, hammasi tugadi. Ularga aniq постоянно kunni bo'yi hech nima qilmasdan faqat yozadigan bolalar nafik kerak emas. O'shaning uchun iloji boricha kechqurun yozinglar.